Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. So'nggi vaqtlarda g'alati bir holatga guvoh bo'lgandik. Tarmoqlarda mushuklarni ayanchli tarzda o'ldirganlarning video lavhalari tarqalgandi. Ko'pchiligingizni bundan xabari bor. O'sha paytlarda mavzularimiz orasiga mushuklar bilan bog'liq tarixiy voqealarni ham kanalimizga joylaymiz deb rejalarimiz qatoriga kiritgandik. Keling bugun shu haqida hikoya qilamiz. Tarixda bir necha hayvonlar tarixning bir bo'lagiga aylanib ulgurgan. Mana shu hayvonlardan biri mushuk bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning mushuklarga bo'lgan munosabatlari nafaqat hayvonlarga bo'lgan mehr-muhabbatning, balki islom dinidagi umumiy rahm-shafqatning go'zal namunasini ko'rsatadi. Quyida Rasululloh alayhissalomning mushuklar haqidagi hadislari va ular bilan bog'liq mashhur voqealarni keltirib o'taman. Islomda mushuk boshqa uy hayvonlardan farqli o'laroq tohir, pok hayvon hisoblanadi. Bu haqida Nabiy sallallohu alayhi va sallam Imom Termiziy sunanlarida kelgan hadislarida shunday deganlar: "U mushuk najas emas. U sizlarning atrofingizda aylanib yuruvchilardandir." Hatto Rasululloh alayhissalom mushuk ichgan idishdagi suv bilan tahorat qilganlari yoki o'sha suvning pokligini ta'kidlaganlari haqida rivoyatlar bor. Payg'ambarimiz alayhissalom hayvonlarga zulm qilishdan qattiq qaytarganlar. Bu borada eng mashhur ogohlantirishlardan biri mushuk bilan bog'liq. Kunlarning birida bir ayol mushukni bog'lab qo'yadi. Unga ovqat bermay, yerdagi hasharotlarni o'zi yeb oziqlanishiga ham qo'yib bermay hibsda saqlaydi. Natijada mushuk ochlikdan o'ladi. Rasululloh alayhissalom bu ayol shu qilmish sababli do'zaxga tushganini aytganlar. Diqqat qiling, bitta mushukni och qoldirgan ayol do'zax bilan jazolanyapti. Do'zax qandayligini bilmasangiz bir eslatib qo'yaylik. Agar do'zax olovidan bir uchquni yerga tushgudek bo'lsa, butun yer yuzini kulga aylantiradi degan olimlarimiz. Sahobalarning eng mashhurlaridan biri bo'lgan, Rasulullohdan eng ko'p hadis rivoyat qilgan zot Abdurrahmon ibn Sarhni bilasizmi? Yo'q, bu ismni ko'pchilik tanimaydi. Biz bu sahobani Abu Hurayra desak darrov taniysiz. Abu Hurayra mushukchaning otasi degani bo'lib, bunday atalishiga ham Rasululloh bilan bo'lgan voqea sabab. U kishi yengilarida doim kichkina mushukchalarni ko'tarib yurardi. Bir kuni payg'ambar alayhissalom buni ko'rib tabassum qildi va "Ey Abu Hurayra", ya'ni mushukchaning otasi deb xitob qildi. Shundan so'ng bu nom u kishiga laqab bo'lib qoldi va tarixning oltin sahifalariga Abu Hurayra nomi bitildi. Rasululloh alayhissalom bunga e'tiroz bildirmaganlari, aksincha hazil bilan mehr ko'rsatganlari mushuk boqish joizligiga ochiq dalildir. Ba'zi manbalarda Rasulullohning Muoiza ismli mushuklari bo'lgani haqida go'zal bir rivoyat keladi. Garchi bu voqea hadis kitoblarida qat'iy isbotlanmagan bo'lsa-da, ma'naviy jihatdan muhim hisoblanadi. Bir kuni namozga azon aytib qoldi. Rasululloh alayhissalom kiyimlarini kiymoqchi bo'lganlarida qarasalar mushugi Muoiza u zotning choponlari yengida uxlab yotgan edi. Rasululloh unga qarab tabassum qilib boshidan siladi. So'ng mushukni uyg'otmaslik uchun choponining yengini kesib, kiyimini kiyib chiqib ketdilar. Qaytib kelganlarida esa mushuk uyg'onib ostonada kutib turardi. Mushuk u zotga ta'zim qilgandek kelib boshini Rasulullohning muborak oyoqlariga chiqardi. Rasululloh alayhissalom ham engashib, uni 3 marta silab qo'ydilar. Biz bechoralar ana shu mushukchalik bo'lib ham Rasulullohni ko'ra olmadik. Mushukni o'q otar bilan boshiga otib, so'ng oyog'i bilan uni tepganlarning holi nima bo'ladi? Alloh o'zi saqlasin. Sulton Abdulhamid xon ham mushuklarni himoya qilish uchun atayin qonunlar joriy qilgani kitoblarda yozilgan. Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhu ning qizi Kabisha rivoyat qiladi. Bir kuni Abu Qatoda radhiyallohu anhu kirib keldi. Unga tahorat uchun suv berdim. Shunda bir mushuk kelib, uni suvdan ichdi. U esa idishni mushukka yaqinlashtirib, ichib bo'lishini kutib turdi. So'ng o'sha suvdan tahorat olaverdi. Men ajablanib qarab turardim. Shunda u kishi: "Ey jiyanim, hayron bo'lyapsanmi?" deb so'radi mendan. Men ha dedim. U kishi shunda Rasululloh alayhissalom mushuk najosat emas, u sizlarning orangizda erkin yuruvchilardandir deb aytganlar dedi. Shunday ekan, mushuklar inson uchun eng yaqin uy hayvonlaridan hisoblanadi. Arab maqolalarining birida qiziq bir hodisa haqida o'qigandim. Arab o'lkalarida har yili mushuklar bilan bog'liq qiziq bir holat yuz berar ekan. Aytishlaricha, Qurbon hayiti kuni mushuklarning yo'qolib qolishi kuzatilar ekan. Mushuklar Qurbon hayiti kuni qayerga ketadi? Nega yo'qoladi degan savollar ko'p beriladi. Arablarning aytishicha, arab yerlaridagi ko'p mushuklar haj mavsumida Makka va Madinaga qarab ketib qoladi. Negaligini esa Alloh biladi. Shuning uchun ayrimlar ularning yo'qolishini haj bilan izohlaydi.
Bu esa arab ijtimoiy tarmoqlarida hayrat uyg'otib keladi. Odamlar Ka'baga haj qilishga kelganlarida mushuklar yig'ini ham o'sha paytda sodir bo'ladi deb aytadilar. Bu holat so'nggi yillarda ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Facebook, Twitter va Instagram orqali bu haqida chaqiriqlar ham bo'ldi. Odamlar bu holatni tushuntirishga harakat qilishgan. Ko'plab fikrlar va taxminlar aytilgan. Masalan, zilzila kabi ofatlar oldidan hayvonlar qochib ketishi yoki ehtimol mushuklar qurbonlik hayvonlarining ovozlaridan qo'rqadi. Bir kishi shunday deydi: "Men mushuk boqaman. U menga juda o'rgangan. Odatda uyga kirsam darrov keladi. Lekin aynan har yili Qurbon hayiti kuni uni topa olmayman. Faqat bittasini topib unga go'sht bergandim, u ham uni yemadi. Go'yo roza tutgandek", deb aytadi. To'g'riroq fikr, haj mavsumida Xudoning rahmatidan ular ham bahra olishga oshiqadilar deb izohlanadi. Albatta eng to'g'ri bilim Allohga xos. Aytganimizdek, bu arab o'lkalarida kuzatiladigan hodisadir. Bizning yurtlarda esa shaxsan kamina xodimingiz bunday holatlarga guvoh bo'lmaganman. Xullas, odamlarga zulm qilsangiz, ularning tili jag'i, aqli bor. O'lmasdan avval borib undan roziligini olishingiz va haqqini ado etishingiz mumkin bo'ladi. Tili jag'i yo'q, ongi yo'q hayvonga zulm qilsangiz nima qilasiz? Qiyomatda so'raladigan buning hisobidan qanday qutulasiz? Alloh o'zi ofiyat bersin. Bizni kuzatib boring va yaqinlaringizga ham ulashing. Ko'rishguncha.